19-oktyabr kuni Buxoroda nafas yo'llari, o'pka, yurak va qorin bo'shlig'i a'zolarining ultratovush tekshiruvi, ultrasonografiyasiga bag'ishlangan ta'lim tadbiri bo'lib o'tdi. Mintaqaning turli hududlaridan kelgan shifokorlar va mutaxassislar o'z tajribalari bilan bo'lishishdi va zamonaviy ultratovush texnologiyalari bilan amaliy tanishish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Mindray tizimlari vizuallashtirishning aniqligi va ishlash qulayligini namoyish etdi. Aynan ushbu fazilatlar diagnostika sifatiga va qaror qabul qilish tezligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Intermet Innovation kompaniyasi mutaxassislarga qo'llab-quvvatlash, o'qitish va eng yangi uskunalardan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. Biz shifokorlarga texnologiyalarning eng samarali tarzda foydalanishlariga yordam beramiz. Shunda har bir diagnostika aniqroq, bemorga ko'rsatiladigan yordam esa tezroq bo'ladi. 20 va 21 oktyabr kunlari Buxoroda turli yo'nalishdagi mutaxassislarni birlashtirgan yirik tibbiy tadbir bo'lib o'tdi. Bir vaqtning o'zida bir necha zallarda jarrohlik va neyroreanimatsiyadan tortib pediatriya hamda intensiv terapiyagacha bo'lgan mavzularda ma'ruzalar va master-klasslar o'tkazildi. 2 kun davomida shifokorlar zamonaviy diagnostika usullarini muhokama qildilar, tajriba almashdilar va ilg'or ultratovush vizualizatsiyasi texnologiyalarini o'rgandilar. Alohida e'tibor amaliy sessiyalarga qaratildi. Unda ishtirokchilar Mindray ultratovush tizimlari bilan ishladilar. Intermet Innovation texnik qo'llab-quvvatlashni va ekspertlar ishtirokini ta'minlab, shifokorlarga yangi modellarning imkoniyatlari bilan amaliy tanishish imkonini yaratdi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Mahsulot soni cheklangan. Intermet Innovation bilan faoliyatingizni o'z vaqtida boshlang.